Ko'pchilikni bir savol qiziqtiradi. Men pensiyaga chiqsam qancha pul olaman? Aslida pensiya hisoblash tizimi ko'pchilik o'ylagandek oddiy emas. Turli foizlar, formulalar va qoidalar bor. Shuning uchun odamlar ko'pincha chalkashib ketadi. Assalomu alaykum. Agar siz ham pensiya haqida aniq va tushunarli ma'lumot izlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa hammasini oddiy qilib tushuntiramiz. Erkaklar pensiyaga 60 yoshda, agar kamida 25 yil ishlagan bo'lsa chiqadi. Ayollar esa 55 yoshda, kamida 20 yil ish staji bilan pensiyaga chiqadi. Agar ish staji 7 yildan kam bo'lmasa, lekin to'liq yetarli bo'lmasa, to'liqsiz pensiya beriladi. Agar 7 yil ham bo'lmasa, unda nafaqa tayinlanadi. Pensiyaning asosiy qismi qanday hisoblanadi? So'nggi 10 yil ichidan eng yaxshi ketma-ket 5 yillik oylik daromadingiz olinadi va uning 55% hisobga olinadi. Agar siz talabdan ko'proq ishlagan bo'lsangiz, har bir ortiqcha yil uchun yana 1% dan qo'shiladi. Yana bir muhim jihat, agar maoshingiz juda yuqori bo'lsa ham, pensiya to'liq o'sha summadan hisoblanmaydi. Hisoblashda belgilangan maksimal chegara bor. 5 million 652 ming so'm. Endi misol bilan ko'ramiz. Dilmurod Davlatov 32 yil ishlagan. Uning o'rtacha oyligi 4 million so'm. Bu maksimal chegaradan past bo'lgani uchun to'liq olinadi. Shundan 55% 2 million 200 ming so'm chiqadi. Ortiqcha 7 yil uchun yana 7% qo'shiladi. Natijada u 2 million 480 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchi misol. Mavluda Aliyeva 35 yil ishlagan va uning o'rtacha maoshi 8 million so'm. Lekin hisoblashda 8 million emas, maksimal limit 5 million 652 ming so'm olinadi. Uning ish staji ortiqcha 15 yil. Bundan tashqari, u faxriy unvonga ega. Natijada hisob-kitob qilinib, 3 million 956 ming so'm asosiy qism chiqadi. Ustiga yana 659 ming so'm qo'shiladi. Yakuniy pensiya 4 million 615 ming so'm. Yana bir yangilik. 2025-yil 1-martdan boshlab endi pensiya olish uchun ariza topshirish shart emas. Tizim avtomatik ishlaydi. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.